Xurshid, Ova. oyoqda ham sovuq jonga deydi omma boru. Ha, kuni ertalabdan mana shu yerdamiz kechgacha. Bu xotin ham tinmay qiz tug'ayotgandir ha. Ha? O'g'il ko'rish yo'lini aytaymi? Oyoqdagini siqilish kerak. Oyoqdagini siqilish uchun nima qilish kerak bilasizmi? Qora tovuq tuxumini yeyish kerak. Qora tovuqni tuxumini ham yeyish kerak, lekin mana buni qorasi bilan oyoqdagiga to'shash kerak. Mana bunaqa narsalar bor og'ayni. Mana bunaqa narsalar bor. Ko'ryapsizmi? Mana bunaqa narsalar bor. 1 sm, 2 sm charmdan, rezinkadan. Shuni oyog'ing tagiga to'shagin. 9 oydan keyin o'g'il ko'rmasang qaytarib olib ketadi. Bu mangami? Buni oyog'ingizga to'shang do'stim. 9 oy kuting, natijasini aytasiz. Aytgancha. Oyog'ingizdan sovuq o'tib, hamma yoqda qiz bosib ketgandir. Qiz yaxshi, jannatga eltadi. Agar o'g'il tarafdori bo'lsangiz, ekranlaringizga raqamlarga qo'ng'iroq qiling va zax ishxonangiz oyog'ini ostiga mana shunday narsalarni to'shang. 9 oydan keyin o'g'il ko'rmasangiz, yig'ishtirib pulingizni berib olib ketishadi. Shunaqa gaplar. Yoping eshikni.